Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qadrdonlar, akalar. Bugun darvozalar makoni Namanganga kelganmiz, xudo xolasa. Bu yerdan darvoza narxlarini imkon darajasida taqdim etamiz. Aka, o'zlarini qishlog'idan ham ko'ra kerak bo'lsa arzon qilib, sifatli ishlar qilib, ovorib, o'rnatib ham beramiz O'nakta viloyatga deyapti. Xudo xolasa bizga to'liq mana shu darvozalarimizni ustasi Oybek akamizdan to'liq ma'lumotlar olamiz. Oldindan bitta like bosib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oybek aka, charchamayapsizmi? 35 gradus issiqda xalq xizmatida. Xalq xizmatida. Salomat yuribsizmi? Xo'p, mana usta akamiz o'zi aytayapti. Aka, agarda bizga garantiyali darvozadan qilib ber ukam deydigan bo'lsa, ashi garantiyali darvozaga kerak bo'lsa 10 yilgadir garantiya beraveramiz. Agar arzonroq darvoza aytishadigan bo'lsa 3 yilgadir garantiya beraveramiz. Garantiya qilib beramiz, xolos. 12 ta viloyatga dastavkasi bepul SNG bo'ylab kelishilgan holatda cho'tkilab qilib beramiz. Yashang. Mana siz obunachilaringiz uchun aksiyalar ham bo'ladi. Omadli xariddan deb, xudo xolasa aka bemalol murojaat qilaverasizlar. Ana endi hop Oybek aka darvozalarimizni bir ma'lumotlarni bersangiz. Mana mana shu darvozadan boshlaymiz. Bu lisli darvozamiz bo'ladi, 2 qavatli. Bu bozor ishimiz bo'ladi. Biz zakasno ishi boshqacharoq bo'ladi. Bozor ishi haqida endi ma'lumot berib o'tsam. Buni tegi 12 li shivellar bo'ladi. 12 ga 8 burus yo'ni. Hop, ko'rsatib qo'ysangiz, u ham qalin bo'ladi. 2 qavatli dilali variant bo'ladi. Yipkasidan egilgan bo'ladi. Qo'l mehnatda bu tayinlangan. O'shuni ustidan mana bu egilgan bo'ladi. Yo'q. Shpekulovkalar ham kam ishlaydi, ancha yillar xizmat qiladi, xolos. Endi Oybek aka mana shu yerda bitta gapingizni olayda, qarang aka, mana shu ko'pchilik darvozaga ko'p shpekulovka ishlatorar ekan deydi. Aka, mana shu qilayotgan jarayonni, mana darvozaga kraska sepmasdan oldingi holatini egasiga rasmini ko'rsatish iloji bormi? Xo'p, darvozamiz kraskadan chiqishidan oldin bitta video qilamiz. Svorkadan chiqishidan oldin video qilamiz. O'sha ish jarayonini hammasini video rasm qilib tashab turamiz, xudo xolasa. Aka, ko'ryapsizmi? Bemalol murojaat qilaverasiz. Hozir ekrandagi nomerga telefon qilib, bemalol zakaz beraverasiz. Chunki aka, qaysi holatga yetib kelganini sizga syomkada rasm olib, kerak bo'lsa jo'natib turaveradi. Musofirda bo'lsa ham muammo yo'q. U muammo yo'q. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'sha Toshkentda masalan, Avvalda zakaz berishsa ham endi uzoqroq-ku, kelib ko'risha olmaydi. O'sha sababdan videolar qilib turamiz. Instagram kanalimiz bor. Darvozachi Oybek deysa ham chiqadi. O'sha kanalimizda har kunlik ishlarimizni obzor qilib o'tamiz. Ana akalar, xudo xolasa qo'shib olsani bo'ladi. Hop. Endi darvozamiz haqida yana ma'lumotlarni aytib o'tkazsam, nerjivekali varianti bo'ladi. Ruchkalarga ham bir e'tibor berib qo'yishsa, korkaga ko'r qo'shib turadi. Samurayda qilichida-yu, bu ruchka ham uzunligini qarang. Hop. Ruchkani ham to'rga to'rdan qilingan. Qattiq baquvvatidan bo'ladi. Darvozaning o'zi ham baquvvat bo'ladi. Chiroyli, skromniy ekan. Skromniy bo'ladi. Keyin sotuvda ham bor bu darvozamiz. Razmerini aytib ketadigan bo'lsam, eni 4,5 metr bo'ladi, bo'yi 3.70. Bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Zakazga ham qilib beraveramiz. Hop, 1 oy ichida hozir kunda bu darvozalarimiz zakazga tayyor bo'lib o'tgan. Agar tayyor mana shu razmerimiz tushib bo'lsa, 10 kun ichida qo'yib beramiz O'zbekistonga. Narxchi. Hop, endi narxiga to'xtalib o'tsa, okey, hozir kunda bu darvozalarimizni shu turishi o'zi mana shu 1,3 million so'mdan chiqadi. Kvadrati 1,3 million so'mdan. Agar sizni darvozaxonangiz bundan kichikroq bo'lsa, arzonroqqa, qalay to'g'ri keladi, kattaroq bo'lsa, undan yana ham kattaroq. Lekin kvadrati 1,3 dan qilib beraveramiz. Kvadrati 1,3. Agar bizning kanaldan omadli xariddan deb telefon qiladigan bo'lsa, siz chegirma bonus qilib berasizmi? Hop, mana shu ishimizga 50 ming so'mdan aksiya, keyin zakasno ishimiz bor. Buni aytmasa bo'lmaydi. Chunki mana profilda ko'pchilik shvellar so'rashadi. Shvellarli variant bo'ladi. 1.8 lis buniki o'zi. Chunki bozorga bilsangiz raqobat degan narsa bo'ladi. Raqobat uchun ozorroq hamda sifatliroq narsani olib chiqiladi. Shu sababdan 2 lis qilib beraman. Hop, 12 li yo'lni ham shvellar qilib beraman. Hamma o'sha kraskalari ham avtomobilning kraska, o'sha Devo kraskalardan bo'ladi. Xohlasa o'shanaqa variantlari ham bor. Masalan, ko'ra o'zi 1,3 million so'mdan boshlanib, buning narxi 1,6 million so'mgacha bor. Gap so'z yo'q. Garantiya sana o'sha 3 yildan 5 yil, 10 yil ketaveradi. Mana shu darvozalarga pashti 10 yilgadir garantiya beraverasiz. Shunaqa. Buni qarang aka, avtomobil kraska deyasiz, bemalol kachirib urib yuboradi. Devo kraskamiz bor, avtomobilning kraskamiz bor, endi ranjisi bo'ladi. Narxiga qarab. Hop, kalitkalari отдельный. Mashinalar ham polni o'zida bo'ladimi? Zuber zamo bo'ladi. Turetskiy 5 yil garantiyasi bor. Gap so'z yo'q. Mana aka, darvozani. Kvadrati 1,3 million so'mdan 12 ta viloyatdan telefon qilarasiz. Omadli xariddan desangiz 50 ming so'm dolasa aksiya qilib berasiz. Gap so'z, kvadrati 50 ming so'm. Pechat darvozalarimizga o'tsa, hop, bu iPhone fason darvozamiz bo'ladi. Razmerini aytib o'tkateray boshida. Hop, 2,5 ga hop 280 bo'ladi bu ya. Hop, shu bo'lsa shuni o'zini ham qo'yib beraveramiz. Bu bozorga ishimiz bo'ladi. Hop, bu darvozamizni bozorga ish bo'lgani uchun 150 ming so'mdan qo'yib beraveramiz. Faqat 3 kishi uchun. Ko'pchilik emas. O'sha 3 kishi uchun
Mashinani qo'yib beraveramiz. Kvadratini Vodiy bo'ylab dastavkasi 550 ming so'mdan. Ha, 12 ta viloyatga dastavka. Yo'q, vodiy bo'ylab qo'yib beramiz. Vodiy bo'ylabga. Hozir shu turishi necha pulga turibdi shu darvoza? Shu turishchi darvozamizni o'sha 6 million. 6 million atrofida. 6 million Endi aka buni kvadratini tushish kerak hozir. Aniq aka narxini aytmay qo'yray deyapti. Mana aka bunda ham polniy ruchkalarga do'r qilingan kalitkalari mana. Xo'p, endi buni zakasnoy ishlarimiz bor, bularda ham. Hamma endi bilsani, shashli, pashli yesani ham ko'chada zakasnoy bo'ladi-ku. Xuddi shunga o'xshash bizning ishlarimiz ham zakasnoy ishlarimiz bo'ladi. Xo'p, uni ikki yo'ni tegi shvellar bo'ladi, profil bo'lmaydi. Biri 3 lis bo'ladi, 09, 01 unaqa lislar bo'lmaydi. Biri 3 qalin lis bo'ladi. Yaxshi. Taqir-tuqir qilmaydi, ovozi ham qattiq bo'ladi. O'sha ishlarimiz hozirgi kunda 750 ming, 800 ming so'mdan chiqib kelibdi. Hamma klientlarimizga tavsiya beramiz. O'sha garantiyali ishlarimiz shu bo'ladi. Tushunarli. O'shaning uchun o'sha hamma klientga tavsiya beramiz. 550 ming so'mdan dedingiz kvadratini. Agar bizning kanaldan chiqsa 500 mingdan bo'ladimi? 50 ming so'm bunga ham aksiya bormi? O'zi 600 ming so'm edi. Mana Nerji akalarni ham ko'rgan bo'lsangiz, sizni kanalingiz uchun o'zi bonus qo'ydi o'zi. O'zi bonus olib ketdimi? Bo'pti aka, sizlar telefon qilib ko'ring, balkim sizga bo'pti deb 500 dan qilib berar. Agar hozir darvoza agar sizga kvadrati tushib qoladigan bo'lsa, aka mana tayyor nalichida, xudo xohlasa ertaga yo'lga chiqib ketaveradi. Ertaga chiqib ketaveradi. Hozir ekrandagi nomerga telefon qilib omadli xariddan murojaat qilaverasiz. Usta mana Oybekjon xudo xohlasa xizmatdamiz. Kvadrati 550 mingdan bo'ldi. Ana endi navbatdagi darvoza iPhone fason darvozamiz bo'ladi. Hozirgi kunda hammaga yo'q ketgan darvozalardan biri. Xo'p, bu darvozamiz haqida endi to'liqroq ma'lumot berirish kerak. Xo'p, buni ikki yo'ni profilda bo'ladi. Tegi shvellardagi varianti, 10 shvellar, 8 unaqa bo'lmaydi. Biz 10 ishlatamiz faqat. Shu sababdan yaxshisi, nima deydi? Ko'pchilik 08, 09 dan ishlatishadi. Biz o'zi 1 2 1 3 ga o'tib olganmiz. Nima desa bo'ladi? Palaxsa bo'lib ko'chib tushadi kraskalar. Unaqa narsa bizda kuzatilmaydi. Nimaga desangiz, 1 3 lis. Lisimiz qalin bo'lgani uchun, dangur-dungur bo'lavermagani uchun kraskalar ko'chib ketmaydi. O'sha sababdan nima deydi? Hamma narsa o'zining puliga yarasha bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa. Buni kvadrati qanchadan? Buni kvadrati hozirgi kunda 650 ming so'mdan bo'ladi. Nerji akalarga ham bir e'tibor berib qo'yishsa. Qimmat darvoza olaman deyapsiz aka. Mana uni hamchi qarang. Tepasi ham lazerli variant. Turishi ashi qimmatda aka, narxini beradigan darvoza to'g'risida 50 ming so'm. 50 ming so'mdan kvadratini dastavkasi bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab 12 ta viloyatgacha. 12 ta viloyatga endi 700 minglik ishlarimizda tavsiya bermasa bo'lmaydi. Nimaga desangiz, Toshkentga yo bo'lmasa qanaqadir Voha taraflarga bo'lsa, qalinroq jo'natishimiz kerak ekan. Tushunarli. Bu hozir chunki bizga uni orqasida zakaz kelishi kerak. Klientlarimiz o'ylagan holatda ertaga muammo bo'lmasligi uchun uzoqroqqa yaxshilashimizni tavsiya beramiz. Endi qarang Oybekjon aka, hozir mana ko'pchilik qarindoshim mana siz meni qarindoshim menga darvoza o'rnatsangiz, meni amakim, tog'am yoki boshqalar mana shunaqa qilib darvoza sizga zakaz berishi mumkin-da. Siz mendan ishingizni ko'rib turibdi. Bir o'shna bo'lib hali ketma-ket qo'shiladigan bo'lsa, bir chegirma bonus bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo hammaga bir xilmi? Yo'q aka, unga ham bonusimiz bor. Agar mana shu darvozamiz bor, qo'yib bersa deylik. Hop, qo'yib berganimizdagi shu darvozamiz ishlari ham zo'r mana. Ko'rgan odamga yoqadi ishlarimiz, xudo xolasa. O'sha qayndoshlar yo bo'lmasa qo'ni-qo'shniga yoqqandan keyin zakaz berishsa, 5 ta yoki 6 ta zakaz berishsa, bitta kachalarni o'zim bonus qilib jo'natib olaman. Kachalarmi? Bitta kachalarman. Gap so'z. Endi bundan bariga sezoni 4 ta 5 ta deng, 5 ta 6 ta, 4 ta 5 ta deng. O'shanda 5 tani mayli. Gap so'z. Aka, agar masalan siz o'rnatsangiz, undan keyin ukangizga, tog'ingiz, xolangiz bo'lib yoki oshingiz bo'lib hali ko'payib ketadigan bo'lsalaring, shu birinchi zakaz qilingan odamga bitta kachaylar udolsa bonusida. Gap yo'q aka. Xo'p, bu birinchisi masana 5 kishiga. 5 o'gayammi? 5 kishi ya'ni. 5 ta birinchi zakaz qilgan odamga. Tushunarli. Ana aka, amal qiladi. Gap so'zi ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasiz. Mana aka, darvoza kerak bo'lsa. 5 ta ham bir pasda yig'ilib qoladi-da. Yo, albatta, haqiqatdan. Ko'rgan odamga yo'qadi ishimiz, xudo xolasa. Bu videoroligimizda imkon darajasida hoziroq darvoza o'rnatmoqchi bo'layotgan akalarimizga podilsab qo'ying. Bu darvozamizni kvadrati 650 ming so'mdan bo'lyapti. Necha bu? Buni razmeri 3.45 igna bo'libdi, bo'yi 3.60. Hop, hozir bu nalichidami? Nalichida bor. Tepasi lazerli variant, ochiq. Mana tevalari ochiq. Bemalol havo aylanib turaveradi. Yaxshi. Hop, ana endi bu garaj bo'ladi. Garaj bob darvozamiz mana. Hop, buni eni 3.60 bo'ladi. Bo'yi 3.60 deyman, 2.60 bo'ladi. Hop, bo'yi 2.70 bo'ladi. Hop, endi bu radiator fason deyiladi. Material sal qalinroq variantda. Mana aka. Hop. O'sha 1-2 bo'ladi. Asli-ku bu aytdim-ku, raqobat degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun ozgina qulayroq varianti. Agar zakazga deysa, 700 ming, 750 ming so'mdan chiqadi. 2 yo'ni tegi shvellarli varianti hamda 1 3 qalin hamda zuper zamovlada bo'ladi. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor u ishlarimizda.
yana zo'r darvozalarimiz bor. Ularni obzor qilishni endi boshlab o'tib ketaveramiz. Gap so'z akalar. Hozir buni kvadratini qanchadan dedingiz? Buni kvadrati ana 650 ming so'mdan. Bu ham 650 ming so'mdan qilib beraverasiz. Xohlasa murojaat qiling. Hoziroq ekrandagi nomerlarga telefon qilib, omadli xariddan oldik bizga necha puldan qilib berasiz desangiz, kelishilgan holatda bo'ladi. Agar sizga bu list agar yuqqanlik qilsa, qalinroq listda ham yoki bo'lmasa 2 qavatli qilib ham puliga pul qo'shilar ekan, lekin aka zo'r qilishib beravergan aka. Bozorga yuqoriroq, arzonroq materialdan narxini ham arzonroq qilib olib chiqib qo'yganmiz deyapti. Mabodo agar razmeri to'g'ri kelib qolsa, unda hozir kelishtirib berib yuboraveradi. Agar yaxshisi kerak, menga chiroyli xizmat qilish kerak deysiz, zakazga qilib berganimiz ma'qul bo'ladi. To'g'ri. Nimaga desangiz, bir zakasnoy bo'ladi. Omon gapingiz ham to'g'ri. O'z ishi bilan zakasda. O'shanda garantiya ham zo'r bo'ladi. O'shanda garantiyasi ham zo'r bo'ladi. Akalar, haqiqatda avtomobillarga garantiya bermayotgan paytda akalar mana darvozalarga garantiya berishyapti. Albatta like bosib qo'ying, biz davom etaveramiz. Ana endi navbatdagi darvoza. Aka, endi mana navbatdagi darvozani ham qarab ko'rishingiz mumkin. Mana sostoyaniyasini gap yo'q. Oybek aka, qanaqa endi bu darvoza? Bu darvozamizni endi tushuntirib o'tadigan bo'lsam, o'sha nima deydi, yaxshi ishlarimizdan bo'lgan bu ham. Ruchkalarga ham bir e'tibor berilsa, ruchkalarni qora qilingan, bag'i boshqacha, bag'larga ham glansiyo aralashtirib cho'tkilab qilib berilgan. Bu darvozamizni endi aytib o'tadigan bo'lsam, Zubiya zamolida alohida kalitkali varianti bo'lgan. Tepasidagi lazerlarga ham bir e'tibor berib qo'ysa, havo kirib chiqqani ham cho'tka qilib qo'yilgan. Buni 2 yonetagi shvellerli varianti bo'lgan. Hop. Shveller deganda endi bilasizlar, baquvvat bo'ladi shveller vobshe. Shu sababdan ko'p klientlarimizga shveller tavsiya beramiz. Xudo xolasa shu darvozamiz ham xizmat qiladigan yaxshisidan bo'ladi. Bu darvozamizni narxini aytib o'tib ketsam, narxida olding, razmerini aytay. 4 metrga 4 metr bo'ladi. Tushib qolsa qo'yib beraveramiz. Hozir nalichida ketaveradi. Nalichida ketaveradi. Hop, bu darvozamizning narxi hozirgi kunda 650 ming so'mdan boshlanib 750 ming, 800 ming so'mgacha chiqadi. Siz obunachilaringiz uchun mayli, yana 800 minglik ishimizni 750 ming qilib beramiz. Gap so'zi 50 ming so'm bonus bunga ham bonus qilib yuboramiz. Aka, agar mana shu darvozamiz 4 ga 4 ekan, mabodo darvozangizga tushib qoladigan bo'lsa, razmeri shuni aka ertaga yo'lga chiqib ketaveradimi? Ertaga yo'lga chiqib ketaveradi, o'sha bir hafta 10 kun ichida O'zbekiston bo'ylab dostavkasi bor. Gap so'zi akalar, ekrandagi nomerga hozirroq murojaat qilib, qolgan ma'lumotni mana ustani o'zi bilan kelishing. Bizga aka videoda turib 50 minut beryapti, balkim sizga yana ham o'tib berar. Ag'ir siz savdoingizga bog'liq, gap so'z yo'q. Ruchkalari ham aka ko'rishingiz mumkin edi. Mana aka, mana shunday holatda tayyor ketadi. U ruchka qo'yishim kerakmi degan ustanovkalari ham o'zlaringizdan. Ustanovkalari hammasi o'zimizdan, o'sha kvadratni ichida hamma narsa bizdan bo'ladi. Bo'ldi gap so'zi. So'zi aka, nomini ham qarang buni. 3D high tech navbatdagi darvoza. Oybek aka, endi buni o'zi tushuntiring aka. Endi bu darvozamizga chiroyli mehr berib, obzor qilib bermasa bo'lmaydi, chunki mehr beradigan darvoza. Hop, mana dalalarga bir e'tibor berib qo'ysin. Pastlariga ham. Qo'lni jabralik, ha? Bu qo'l mehnatimi bu? Bu qo'l mehnati bo'ladi. Lisli, 2 qavatli, shumkali darvozamiz bo'ladi. Ovozlari ham mana qattig'idan bo'ladi, vobshe. O'ta mustahkam bo'ladi bu darvozalarimiz. Hamda hali yomg'ir yoqqanda, yomg'irchilik kunlarda yo bo'lmasa oftoblarga qaraganda ham mana yomg'irlar tushganda ham mana sekin tushib ketaveradi-da. Undan qolmaydi-da. Undan qolmaydi. Xudo xolasa, shpekulovkalari ham kam ishlaydi. Ancha yillar xizmat qilib beradi shu sababdan. Hop, addenni kalitkali. Bu darvozamiz xudo xolasa hozirgi kunda ko'pchilikga qilib beradi-ku. Vodiy ahliga, Voha ahliga, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib, cho'tkilab qo'yib beradi-ku. Qozog'iston, Qirg'izistonga ham darvozalarimizdan chiqib ketgan hozirgi kunda. Endi Aqtomonga kelishilgan holatda dastavka qilib berayotganmiz hozir. Omonroq o'rnatib beraverasizmi qo'shni respublikalarga ham axir? Qirg'iziston, Tojikistondan bemalol murojaat qilaveramiz, xudo xolasa. Xo'p, bu darvozamizning kvadratini necha puldan qilib berasiz endi? Xo'p, 1 million 500 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mdan bo'lgan hozirgi kunda 1 kvadrat narxi. Xudo xolasa kelishamiz, telefon qilsin. 50 ming so'm bonus bor, omadli xaridlar. 100 ming so'm bonus bor bunga. Gap yo'q, bor ekansiz, video og'irlagan sari ochilyapsiz endi. Endi siz o'g'lashlaringizga bo'lsa. Endi mana shu yerda bitta savol aytmasam bo'lmaydi. Mana hozir ko'pchilikda baribir darvozasi bor, lekin u eskirib qolgan, shu yosh kattalar qo'yganda, bu eski darvozamizni olishlaringiz imkoniyati bormi yoki uni metallonga berib yuboramizmi? Yo'q, eski darvozalarni ham olamiz, ko'ramiz, holatiga qarab narx aytamiz. Agar yo'qsa narximiz, olib qo'yamiz, yo bo'lmasa o'zlari tanish-bilishlarga sotsa ham bo'laveradi. Gap so'z yo'q. Ana shu joy hozir muammo edi, aka, agar o'zingiz darvozangizni ko'z qiymayotgan bo'lsangiz, xudo xohlasa yaxshi narxda imkoniyatlar olamiz. Eski darvozalarni yangisini qo'yib beramiz. Mana yangini o'rnatib berishadi. Xo'p, narxi 1 million 500 ming, 1 million 600 ming, 1 million 700 ming, 1 million 800 minggacha, 1 million 900 minggacha chiqarsa bo'ladi. Endi materialiga qarab tushunarli. Yoqqan bo'lsa aloqa chiqsin. Material haqida ma'lumot beramiz, narxini kelishib, cho'tkilab qilib beramiz. Bu nalichidami yoki bu zakazmi? Bu darvozamiz zakazga ham bor, nalichida ham bor. Nalichidagi razmerni aytib o'tib ketadigan bo'lsam, hop 390 bo'ladi ini,
Bo'yi 380 bo'ladi. Akalar, bemalol murojaat qila olasiz. chiqa erishadi. Agar razmeri sizga tushib qoladigan bo'lsa, aka sразу udolasiz ertaga yo'lga chiqaveradi, olib borib o'rnatib kelishaveradi. Agar musofirdan bizni ko'rayotgan akalarimiz bo'lsa, usta, pastdagi nomerlarimiz bo'ladi, WhatsApp, Telegram bor. Bor. Agar musofirlar ko'rib, zakaz qilishadigan bo'lsa, oldindan qanaqa bu zakovlat tashlash kerakmi? Xo'p, zakovlat olamiz, razmerni o'lchab kelamiz, razmerni o'lchab kelish anaqamiz imkoniyatimiz ham bor. Hop, razmerni o'lchab ham kelamiz, yo bo'lmasa razmerlar tayin bo'lsa, o'sha 3 dan 1 yo bo'lmasa yarmini olib keltganmiz hozirgi kunda zakovlat. Tushunarli akalar. Endi avga ham kelishaveramiz. Ko'ngildan chiqarib zakovlat bersa, shunga qarab ishni boshlayveramiz. Tushunarli. Bu darvozalarimiz uzog'i 1 oy yoki 40 kunda tayyorlab beriladi. Shunaqa 1 oy 40 kun ichida tayyor bo'layotgan. Endi vodiy ichiga 1 oy desa ham bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab 40 kun. Endi pechat darvozalarimiz 20 kun, 25 kun oralig'ida tayyor bo'lgan. Yana bitta narsa, hozir ko'pchilik mana internet ko'rib, darvozalar qo'yyapti hamma kanalda, to'g'risimi? Kimdir muomalasi yoki kimdir narx to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Mana siz omadli xariddan 50 ming so'm o'tib beraman, kerak bo'lsa 100 ming deyapsiz. Ashir darvozani rasmga olib, sizga Telegramdan tashlasa, xuddi o'sha dizaynda ham yasab beraverasizmi? Xuddi shunaqa chiqadi, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha o'xshatib beramiz. Akalar, bemalol qaysi darvoza sizga ma'qul kerak bo'lsa, nomerga telefon qilib omadli xariddan deb qo'ying va Telegramdan tashlab berasiz. Xuddi o'shunaqa qilib yasash berishadi, xudo xolasa. Bizga like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Xo'p, akalar, darvozalar makoni deyapman, xudo xolasa bemalol kelsalaring, ustaxonasida ham aka bir ko'p, xudo xolasa tanlab ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, usta, bu navbatdagi darvozamiz endi nomi qanaqa buni? Bu darvozamiz o'zi yangilik qilganmiz. Buni asli manaqa bo'lardi, tarog'li fason deyiladi. Xo'p, rasmini ham qo'yib ketamiz ekranga. Ko'p joyga qo'yib berganmiz. Hozirgi kunda O'zbekiston xalqiga listli darvozalarimizda hammaga yoqib ketgan bo'ladi bu. Gap yo'q. Endi bunga manaqa yangilik qilib Nerjibekka qilganmiz, qarang. Uzun darvozaning ko'rkiga ko'r qo'shib turibdi. Bu 2 qavatli varianti bo'ladi. Buni qarang aka. Gap yo'q. Oynani keragi yo'q ekan. Shunaqa. Kiymaneti zeli varianti bo'ladi. Bu ham uzda suv ushab bo'lmaydi. Hop. Manetlari ham mana dilali, stenoda egilgan bo'ladi. Tushunarli. Suvarka qilinmaydi. Iloji boricha kam shpekalovka ishlatib, o'zini ichidan chiqarilgan ekanda, kalitga ham bir xil holatda o'tgan ekan-ku. Mana. Xudo xolasa bu darvozamiz ham o'sha zakasno ishlarimizdan bo'lgan 10 shvellarda. Shvellar ham o'sha qalin bo'ladi. 2 yoni tay shvellar. 2 yoni tagi shvellarda. Tepasi ham lazerli bo'lgan. Egalar 2 qavat qilib beriladi egalar uchun. 2 qavatli qilib qilinadi. Hop. Hozir bu nalichida ham bor. Hop, bu darvozamizni endi ko'p maqtash ham shart emas, o'z ko'pchiligiga yo'qdi. Bitta mana obzor qilib darvozamizni endi narxi bo'yicha cho'tkila ma'lumot aytib ketaman. Xo'p, buni kvadratini aytmadingiz hozir. Bu razmerimi? Razmerini aytadigan bo'lsam, hop 3,5 ga eni. Bo'yi 365 bo'ladi. Xo'p, buni kvadratini necha puldan qilib berasiz? Xo'p, buni bir qavatligi ham bor. Bir qavatligini 1 million 50 ming so'mdan siz obunachilaringiz uchun asli 1 million 100 ming, 1 million 150 ming bo'lgan. Bir qavatligini o'sha 2 yonidagi shvellarda 1.8 lista bo'ladi, baquvvat bo'ladi u ham. Hop. Xuddi shunaqasini 1 million 50 ming so'mdan qilib beraman. Hop. 1 million 50 ming so'mdan 1 million 150 ming so'mgacha chiqarsa bo'ladi bir qavatligini. 2 qavatligini endi 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Xudo xolasa unga ham aksiyasi bor 2 qavatligiga. 2 qavatliga aksiya bor. 50 ming so'm aksiyasi bor. 50 ming so'm aksiya bor aka. Agar mabodo siz bir qavatli emas, hozir bu 2 qavatli bo'lgani, bu 2 qavatli bo'lgan. Mana qarang aka, ovozini qarang. Yaxshi. Hop, zo'rlari, mana aka, kulishlari polni mana shunday holatda, tayyor holatda boradi. Yana bir narsani aytib o'tkazsam, mana kurtgan bo'lsangiz, mana 5 ta bo'ladi, katta. 5 ta zapaskalari butun oilaga yetadi. Yo'qolsa ham tugamaydigan. Xo'p, buni kvadratini 1 million 50 ming so'mdan qilib beradigan bo'ldingiz. 1 million 50 ming so'mdan bir qavatligi 1 million 200 ming so'mdan boshlanib, 1 million 500 ming so'mga chiqarsa bo'ladi. Aka, bemalol ekrandagi nomerlarga hozirroq murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zdan olasiz. Lekin haqiqatda kamerada boshqa, lekin realni ko'rsangiz, umuman boshqacha aka darvoza aka. Omadli xariddan deyish esingizdan chiqmasin. Yaxshi, Oybek endi qaysi darvoza bor yana? Hop, bundan keyingilarni sekin-sekin ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib turishsa. Hop, mana endi aka bu darvozalarni ko'ring. Tashqari ko'rinishdan dizayn aka hozirgi 1 million 50 mingni ko'rdingiz, xuddi o'shaqa narxga o'xshaydi. Lekin aka buni pashti yarim narxiga qilib beraman deyapti. Xo'p, Oybek aka bu darvozamiz qanaqa? Bu darvozalarimiz hozirgi kunda iPhone fason deyiladi. Dubai fason deyiladi. Hop, bu darvozamiz Nerjibekali varianti. Hop. Endi Nerjibek ham o'ziga ko'r qo'shib turadi. Keyin kurtgan bo'lsangiz rangi ham 2 xil. Hop. Buni bag'da boshqacha varianti ham bor. Kutib turishsa, uni ham obzorini qilamiz, xudo xolasa. Hop. Hop, bu darvozamizni hozir maqtab o'tadigan joyi endi videoning o'zida ko'rinib turibdi. O'ta cho'tki chiqqan. Uchkalari ham. Afish cho'tki bo'ladi, tepalari ham taxiyali bo'ladi. Alohida o'chirmaydigan qism bo'ladi. Hop, bu ham bahaybat darvozamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor.
Sizni obunachilaringiz uchun 200 ming so'mdan chiqardi. 2 yo'ni profil, tegish veldirligi. 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bo'ladi. Bemalol murojaat qilsa bo'laveradi. Gap yo'q, buni Dubay fasonda deysizmi? Dubay fason bo'ladi. Dubay fason deb xudo olsa murojaat qilaverasizlar. 650 ming so'mdan kvadratini qilib berilar ekan. Xuddi mana shu holatda bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi xolos. Gap Endi so'z yo'q. ikkinchi variantini ko'rsatib o'tadigan bo'lsa, menga jay unaqaylik nima deydi? Bachkina narsasi bo'lmasa o'yin deydiganlar uchun. Hop. Oddiy. Aha. Bunisi ham o'sha 650 ming so'mdan. Buning tepasi ozgina boshqacharoq, tarixiy qismi. Mana aka, ko'rishingiz mumkin. Bunga shobada kirib turadi. Yaxshi, lekin haqiqat darvoza o'zi bir xil-u, dizayni, lekin rangi ham ancha farqini berib yuborgan. Haqiqatda bu ham 650 ming so'mdan. Bu ham 650 ming so'mdan. Buni ham zakasnov ishlari bo'ladi. Olasiz bunisini zakaz qiling. Omadli xariddan aka deb murojaat qilsangiz bo'ladi. Aka, bu darvozalarimizni necha kunda yetkazdirib berasiz? Bu darvozalarimizni 20 kun, 25 kun oralig'ida xudo xolasi cho'tkilab qo'ygan. Aha, lisi necha buni? Lisi 1-3 bo'ladi, aka. 1-3 lisli. 1-2, 1-3 bo'ladi. 20 kun atrofida xudo xolasa zakaz hozir telefon qilib aka aytadigan bo'lsangiz, 20 kunda olib borib o'rnatib berasiz xudo xolasa. Xudo xolasa 20 kunda qo'ldan kelgancha tezlashtiramiz. 20 kun ichida qo'yishga harakat qilamiz. Agar o'zingizda eski darvozangizni nima qilaman deb o'ylanib turgan bo'lsangiz, xudo xolasa o'zlari yaxshi olaveramiz deyishyapti. Gap so'z yo'q. Hop, ekrandagi nomerga mana hoziroq telefon qilsangiz, o'zingiz nomeri va bemalol o'zlari bilan gaplashaverasiz. Tushalmasa Telegram bor. Telegram, WhatsApp bor. Gap so'z yo'q. Hop, ana endi aka bu darvozamizni ko'ringlar. Bu qanaqa endi aka? Bu yangilik bo'ladi. Hozirgi kunda ko'rgan bo'lsangiz, Mati bilan Glansi aralashgan. Hop. Hamda yetmaganiga, nerjimaganigacha qo'shib yuborgan. Gap aka, mana qarang. Uni hop, qilingan imkon darajasida. Pechat darvozalarimiz. Bu ham bu necha endi bu? 09 mi? Yo'q, 09 pashti ishlatmaymiz biz. Ba'zi bir klientlarimiz qanaqadir holatda nima deydi? O'zlari aytsa, qo'yib tursa bo'ldi deyishsa, endi iltimos qilsa yo'q, bo'lmasa so'rashsa, mayli aka deb iloji qo'yib beramiz. Tushunarli. Aslida olganda 09 qo'ymasa yaxshi. Unaqa arzon darvoza qilmaysiz. Eng kamida 1-2, 1-3 qo'ysa, o'shanday xudo xolasi chiroyli xizmat qilib beradi darvozamiz. Kraskasi ham. Endi boshqa narsalarga ham foydasi bor. Bu darvozamiz razmeri nechi? Bu darvozamiz razmeri 3.40 ini bo'ladi. Bo'yi 3.65. Hop. Buni nechi puldan endi kvadrati? Buni kvadrati hozirgi kunda 650 ming qo'raveramiz, Allaga o'xshab. Endi zakasnov ishlarimiz bor. Bularniki ham hammasiniki o'zi bularning tegishvellar xolos, yo'ni profil. Tegishvellar xolos, yo'ni profil. Lekin yo'nini ham shvellar qilib bering kom. Lishlari 1-3 qilib bering. Zamolini super qilib bering. O'sha kraskalarni ham yaxshisidan, garantiyalashingizdan qilib bering deydigan ukalarim uchun. 8 minglik ishlar bo'lardi ular aslında olganda. 8 ming, 850 mingdan ham olganmiz paytida. Endi mayli, sizni obunachilaringiz uchun o'sha omadli xariddanmiz. O'sha okomlarni ko'rib, videoyingizni ko'rib, darvozangizni yoqtirib, aloqa chiqibdi deysa, 750 ming so'mdan qilib beraman. Gap yo'q aka. Lekin tayinish yo'llar qilgizganingiz yaxshi, chunki mashina o'tib, profilni pachaq qilib qo'yish mumkin. Mana aka, Veshniy turadi xudo xolasa. Hop, qolgan ma'lumotni ekrandagi nomerga telefon qilib, Oybekjon ustani o'zi bilan gaplashasizlar. Tushunmasalaring Telegramlari bor. Aka, hali ham like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying, biz davom etaveramiz. Xo'p, aka-ukalar, davom etaveramiz. Hop, navbatdagi darvozani ko'ring endi. Aka deydi, taraq fason bu deydi. Aka, bu darvozaga nima deysiz endi? Qarang. Haqiqiy taraq ham o'zi nima desamkin, trendiy so'z. Ha? Nima deysiz? Taraq fason deymiz, bu aslında olganda skromniy deb tanilgan bu darvoza. Skromniy fason deb tanilgan. Endi biz taraq fason deganmiz oldindan. O'shaning uchun hozir ham taraq fason deb qo'yganmiz. Aslida ko'pchilik skromniy fason deb taniydi. Tushunarli. Xo'p, usta, endi bu darvozamizning ma'lumotini bering endi. Endi bu darvozamizning ma'lumotini beradigan bo'lsam, Hop, bu ham o'sha 1.8 2li lista chiqadi zakazga. Hop, bu darvozamiz hozirgi momentdagi anaqasini aytib o'tadigan bo'lsam, hop, yo'ni shvellar bo'ladi buni. Tegish shvellar bo'ladi, yo'ni profil bo'ladi. Xolos, shvellar ham qilib beraverasiz yoniga. Xolos, shvellar ham qilib beramiz, kelishilgan holatda. Qarang, qalin bo'ladi. Tepasidagi lazerga ham bir e'tibor berib qo'yishsa, bu lazer sal boshqacharoq bo'ladi. Agar bu yo'qmasa, boshqacha variantlari ham bor. Boshqacha variantlar bo'lmasa yo'qman beraveramiz, xuddi unga o'xshat. Unisi ham chiroyli chiqadi. Mana akalar, darvozani, mashinani o'zi kirgani alohida, odam kirib chiqqani. Отдельный kalitka. Zubir zamoy bunaqa nimalar, ruchkalar bilan hamma yo'q o'zi tayyor holatda turibdi. Xo'p, ana endi buni razmeri nechi? Buni razmerini aytib o'tadigan bo'lsam, buni razmeri eniga 380 bo'ladi. Ozgina kichikroq bo'lib qolgan. Aslida olganda 4 metr shunaqa bo'ladi. Hop, bo'yiga 380, 380. Shu bo'lsa nalichida bor. Hop, shuman qolsa zakazga qilib beramiz. Tushunarli. Hop, endi bu darvozamizning ma'lumoti hop 2ga 2 profil, qalindan hamma tomonlama yaxshisidan Z karniz bo'ladi. O'zida suv shab qolmaydi. Endi bu darvozamiz hozirgi kunda asosan zakazga bo'lib qolgan. Chunki ko'pchiligi
ba'zi birlariga tepasi yoqmay qoladi, yo bo'lmasa tagi yoqmay qolishi mumkin. Shu sababdan o'zlariga yoqadigan variantini zakazga qilib beramiz. Aha. Narxini necha puldan qilib berasiz kvadratini? Narxini 1 million 100 ming edi. Bunga ham aksiya qo'raylikmi, nima deysiz? Zo'r bo'layapti. 1 million 50 ming so'mdan bir qavatligi. Hop. 1 million 50 ming so'mdan boshlab 1 million 150 ming so'mgacha chiqadi bir qavatligi. Hop, ikki qavatligi 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Ana aka. Maylani 1 million 500 ming deyishimiz 1 million 400 ming qo'yamiz. 400 dan qilib berasiz, xudo 400 dan xolasa. qilib beraman. Aka, boshqa joylarda ham darvozalar ko'ryapsiz, narx-navolar surishtiryapsiz, xudo xolasa telefon qilib, usta, men aytdim, bunaqa edi. Siz o'shanda mana internetdan ko'rib telefon qilsang 50 ming arzon qilib beraman degansan. Qilib berdi siz, xudo xolasa. Agar o'sha biz aytgan materiallarda, o'sha 1 million 400 ming ishlarimni aytdim. O'sha ishlarimizni o'sha biz aytgan materiallarda boshqa joyda o'sha narx qilib berilsa, biz aytgan sifatlarda qilib berilsa, zo'r deyman. Chunki sizga aksiya qilib berayotgan narximda unaqa nima deydi? Katta anaqa ham bo'lmaydi-da, foyda ham ko'rilmaydi. Tushunarli. O'sha klientlarga mana shu darvozamiz bor, o'rnasa, uni orqasidan bizga zakazlik kelsa, o'shandan foyda qilamiz. Gap so'zi aka, xudo xolasa ushbu videorolikimiz yaxshi ko'tarilib, prosmotr bo'lish uchun like bosib, albatta darvoza olaman deganlarga podilsaq qo'yinglar. Yana bir narsani aytib ketaylik. Aytgandim-ku, buni orqasidan zakaz kelsa, dergilarga 5 ta degandim. Mayli, mana 2 kishiga agar mashinadan 2 kishiga zakaz berilsa, birinchi 2 kishi zakaz berilsa, omadli xariddan beri 3 ta zakaz berilsa, bittadan qachaydi. Gap so'zi aka. 2 kishiga faqat. 2 ta odam 3 tadan, ya'ni 6 ta odam sizlarning orqalaringdan keladigan bo'lsa, mana shu darvozalarga sizga aka, xudo xolasa qayda ko'rdim? Mana aka, ko'ryapsizmi, qachaylar. Unaqa. O'shanaqadan aka, Xudo xolasa bitta qo'yamiz. Bonusga darvozasi bilan qilib beramiz deyishyapti. Muammo yo'q. Ekrandagi nomerlarga telefon qiling, qolgan ma'lumot o'zidan oling. Baribir ham aka boshqadan ham darvoza zakaz qilasiz. Undan ko'ra aka, mana endi karvon ko'p rizqi bo'ladi deydi. Bir yo'l aka, kachilali bo'lib qoling. Bu yerda majburlashmas. Ko'p bilan kengash o'z bilganidan qolmadi. Sifati ham zo'r bo'ladi, materiali ham zo'r bo'ladi. Hech kimdan kam joyi yo'q. O'tsa o'tadiki, kam bo'lmaydi, xudo xolasa. Akalar, ekranda nomerlarga telefon qilib, qolgan ma'lumotni o'zidan oling. Manzil Andijon, Namangan. Akalar Shamshiboydan bo'ladi. Manzil Namangan Shamshiboy, asha katta aka bozor, darvozalar makoni ham o'zi asli mana shu yerdan keyin boshqa joylarga har xil xudo xolasa ketgan. Bemalol ham tashib beraveramiz. Nomerlarni instalari akalar shu yerda ekranda nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol telefon qilsalaring, hop, lokatsiyani tashlashib beraveradi. Kelaverasizlar ham xudo xolasa. Zakolatni ham ko'ngildan chiqarib aka bersiz, xudo xolasa ishni boshlash boraveradi inshaalloh. Hop, menimcha usta, mana shu oxirgi darvozamizmidi? Xudo xolasa endi videoni tugatdi. Hop, bizga aloqa chiqsa, bundan boshqa kataloglarimiz ham bor. Bemalol aloqa chiqib, o'zlariga yoqadigan darvozani tavsiya beramiz. O'ylarga tushadigan darvozani tavsiya berib, chiroylab ishlarni bitirib beramiz. Video davomida aka, mana oxirida yana o'rnatilgan jarayondan ham videolar bor. Ularni ham ko'ringlar. Like bosib qo'yinglar, sizlar bilan xayrlashmaymiz.